Xushxabar, aktyor Shahzod Sultonov to'yi bo'layotganini ma'lum qildi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Aktyor Shahzod Sultonov so'nggi paytlarda Instagram sahifasida e'lon qilayotgan videolari bilan muxlislar diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Unda avval qiz bilan tanishish jarayonidan tortib, to'y taklifnomalarigacha bo'lgan lahzalar ketma-ket ulashilgan edi. Yaqinda joylangan yangi video orqali aktyor fotiha marosimi bo'layotganini ma'lum qildi. U post ostida "Mana fotihaga ham yetib keldik, nasib" deya izoh qoldirgan. Videoda fotiha uchun tayyorlangan barcha tadbirlar, M yozuvi tushirilgan chiroyli tort, turli taomlar va shirinliklar, shuningdek sovg'alar qiz tomonga yuborilayotgani aks etgan. Muxlislar va kuzatuvchilar ushbu lahzalarga iliq munosabat bildirib, izohlarda unga baxt va omad tilashmoqda. Biz ham ijodiy jamoamiz nomidan Shahzod Sultonovga baxt va saodat tilab qolamiz.